Sergelini qara jo'g'lo. Mashinaning ko'pligini, probkani qara. Xonadonlarning soni Stoyankadagi mashinalarning soniga mutanosibmi yo'qmi? Mashina bozori do'konlarining narxiga bitta 3 barobar kattaroq do'kon oladi. ta mashina ketadi. 3 ta passajirskiy lift bor, 2 ta грузовой lift bor, 3 ta eskalatorimiz bor, oddiy yana 3 ta chiqadigan zinamiz bor. Lekin ularning skladi qayerdadir bo'lishi kerak. Avtomobil Tiger bo'lyapti. Zapchastdan tarmoviy sentr O'zbekistondagi birinchi. Fasadimizning o'zi 250 metr. Podvolli patolog namchi baland bu. Necha bu metr? Eng markaziy ko'chasi 1 milliondan ko'proq aholi bir oyda o'tadi. Erkaklargacha nozik masala-yu, ayolini mashinaga o'tkazib, bozor kirib ketishadi, konditsioneri yo'q. Bemalol 3 oygami, 6 oygami arendaga beramiz, ishlatib ko'rishsin. Stoyanka bo'lmaganda reklama qilmasdim, to'g'ri. Sergelini qara jo'g'lo. Mashina bozori, mashinaning ko'pligini, probkani qara. Barakasini bersin-a. Zo'r lekin menga yoqyapti, anu odamlar ham ko'payyapti, mashinalar ham ko'payyapti. Shu bitta no tomoni bor-da. Havo shunaqa issiq hozir, uje yoqmayapti, uje bozorga ham tushkim kelyapti. O'zi ancha bo'ldi mashina bozorga tushmaganimga. Chet mamlakatlarga borganimda konditsioner tagida o'zini maxsus mollari bo'ladi. Imенно avtozapchastni sotadigan do'konlarga ko'zim tushgan edi. Bizda qachon shunaqa bo'larkin deb yurardim. Balkim bizga hali voqlidir. Shuni podpischilar pastda kommentariya yozinglar. Bugun biza akamizni takliflariga binoan kelganmiz. Mashina bozori ro'parasida dom qurilgan. Domda uje uy qolmagan, hamma sotilib ketilgan. Lekin birinchi, ikkinchi, uchinchi qavatlariga qanaqadir planlar qilyaptilar. Shuni o'zlaridan so'rab, batafsil ma'lumot olsak, menimcha shu nimadir qilyaptilar, shu mashinaga tegishli bo'lgan. Ketdi akalar. Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Birinchi savol. Obunachilarim biladi. Uy soni, xonadonlarning soni Stoyankadagi mashinalarning soniga mutanosibmi yo'qmi? Xonadonlarimiz soni 350 ta bo'layotgan bo'lsa, ichkari tomonimizda 2 ta 70 talik, 2 qavatli, 140 ta qurilyapti Stoyanka soni. Undan tashqari qo'rqmang. Kam deyapti. Ya 140 ta ichkarida, 250 ta tashqarida. Xonadonlar sonidan 50 ta ko'p. Men domchi akalarga iltimos qilib qolardim, hech bo'lmaganda bitta xonadonga, bitta mashinaga tashqarida Stoyanka bo'lishi kerak. Chunki aka hamma yoq dom bo'lib ketdi. To'g'risi. Bu achinarli holat. Domingizda deyarli 90% gacha xonadonlar sotilib bo'pti o'zi, shunaqami? Shunaqa. 1, 2, 3-qavatga nima plan qilyapsiz? 1, 2, 3-qavatimizga xudo xolasa bitta mol mo'ljallab qo'yganmiz, tarmoviy sentr. Ko'rsatasizmi? Tushsak ko'ramiz. Ketdi aka, vaqt cho'zmaymiz. Keling. Xo'p, Anvar aka, mana bu hozir ikkinchi qavat. Bu yerda nechta do'kon tushmoqchi? Umumiy hisobda 3 qavat avtomobil Tiger bo'lyapti. Avtozapchast uchun tarmoviy sentr O'zbekistondagi birinchi. Fasadimizning o'zi 250 metr. Ko'rib turganinglardek, ikkinchi, uchinchi qavatda koridor ketyapti, o'ngga chapga magazinlar. Birinchi qavatdagi magazinlar alohida ular. Uni ham bitta ko'ramiz. Kelib bu yerda ko'rsataylik sizga ichkarini. Bu yoq katta do'kon. Bu katta do'konlarimizdan bittasi. 60 kvadratli do'kon. Bemalol yoki bitta odam yoki shirinchilik qilib olsa ham bo'ladi. Avtozapchastda tashqarida nimalardir mayda-chuyda sotmaydi, ikkalasi birgalashib olishadi. Da, xuddi shunaqa mo'ljallangan. Keyin bu yerda alohida mana shaxtalari ham bor. O'ziga sanuzel, tualet, dush, hamma narsa qilsa bo'ladi. Qilsa bo'ladi. Bemalol. Uchi. U kichkina do'konlarimiz. Aka, bu kichkina do'konimiz necha kvadratli? Bu 34 kvadratli do'konimiz. Bu yerda panoramli oynamiz bor. Bemalol hammasini qo'yib, shotka schalaj qilib, o'zini tovarlarini reklama qilsa bo'ladi. Xullas, Stoyanka ham katta ekan. Nechta mashina ketadi aka old tomoniga? Boyaga aytgan joyim bu 250 metr fasadimizga taxminan 250 ta mashina ketadi. Begonalar qo'yish mumkinmi mashina? Yo'q, faqat shu yerda tarmoviy sentrga kelgan odamlar bemalol kirib qo'yib, savdosini qilib chiqib ketadi. Aka, shuncha tovarlarni ikkinchi qavatga qanaqa qilib olib chiqiladi?
Bizda tarmoviy sentrimizda 3 ta passajirskiy lift bor, 2 ta gruzovoy lift bor, 6 ta eskalatorimiz bor, oddiy yana 3 ta chiqadigan zinamiz bor. Chiqib ko'rsataman olasiz. Bundan xullas muammo yo'q ekan. Muammo yo'q. Ketdi yoki ko'rsating. Kamashchi isib ketdim boru. Hamma sohada komfort bo'lib ketdi. Даже do'konlar ham onlayn bo'lib ketdi-da. Mashina bozori temasida, shu zapchastlar temasida onlaynga hali vaqtli-yu, lekin mana bunaqa mo'llar qilish kerak ekan. Ko'cha nerealniy issiq. Lekin mana bu stayankani kattaligiga 5 ketdim lekin. Stayanka bo'lmaganda reklama qilmasdim, to'g'risi. Mana eskalator. Mana ham katta hol. Buni nimaga plan qilyapsiz? Xo'p, bu savdo markazimiz eng markaz hisoblanadi. 2-3 qavatda bu yerda food court bo'ladi. Ovqatlanadigan joy. Ovqatlanadigan joy, bemalol bolalaringiz bilan kelsangiz, ayolingiz bilan kelsangiz, o'tkazib qo'yasiz, ishingizni bitirib ketaverasiz. Erkaklarga nozik masala-yu, ayolini mashinaga o'tkazib, bozor kirib ketishadi, konditsioneri yo'q. Unaqa emas, ovqatlanishadi. Undan tashqari bemalol ayollar o'zi ham, ayol haydovchilarimiz ko'payib ketdi. Juda ham Bolalari bor, bolasini tashlab keta olmaydi. Shuning uchun shularga sharoit qilib qo'yganmiz bu yerga. Chotki, zo'r. Mana shu joylari yo'qdi aka. Xo'p aka, yana nima qulayliklar bizga prilagat qila olasiz? Stayankani gapirdik, food courtni gapirdik. Endi bu savdo markazimizda Sergeli bo'yicha eng katta bank tushyapti. Burchagida, Burchagida Kapital bank bo'ladi. Shu binoni o'ziga tushyapti. Binoni o'zida joylashgan bo'ladi. Bemalol do'kon xarid qilgan akalarimiz o'zini bankini shu yerga ko'chirib, ishini shu yerda hal qilib ketsa bo'ladi. Aholi ham shunga bemalol kirib hal qilib, shu yerda 10 mingtadan oshiq aholi yashaydi. 10 mingtadan oshiq aholi yashaydi va hisoblab chiqqanmiz, bir oyda shu yerdan 1 milliondan ko'p odam o'tadi. Bu yerdan. Da. Sergeli mana shu ko'chada. Eng markaziy ko'chasi 1 milliondan ko'proq aholi bir oyda o'tadi shu yerdan. Aka qayerdan oldingiz bu statistikalarni? Sanaganmiz hammasi. Ha, yo'q, o'tiribmi? Gap yo'q. Eng qiziq savol menga, aka. Do'konni narxi yoki kvadratligami qanaqa hisoblasa bilmadim-u. Qanaqa bo'lyapti narx? Sergeli mashina bozori, Farhadskiy mashina bozori, Yunusobod bozorini hammasini statistikalarini olganmiz, narx-navolarini ko'rganmiz bu loyihani qilishdan oldin. Bugungi kunga kelib mashina bozori do'konlarining narxiga bu yerda 3 barobar kattaroq do'kon ola olasiz. Demak, 3 barobar arzon degan tushuncha to'g'ri bo'ladimi? Shunaqa bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysiz, aka, yurarmikin? Men endi bunaqa katta proyektlar oldin qilmaganman, kelajakda qilsa kerak-ku. Meni aqlim yetmaydi katta biznesga. Mana siz katta domlar quryapsiz, mutaxassis sifatida. Yuradimi bu? Endi har bitta loyiha qilishdan oldin odamlarni xohishini, istagini o'rganib turib qilsa, menimcha yursa kerak. Qanchalik qulay bo'lsa loyiha, qanchalik odamlarga foyda keltirsa, menimcha shunchalik yaxshi. Endi bizning obunachilarimiz lo'qmasda, aka, to'g'risi, endi qo'pol bo'lsa ham aytaman. Ko'pchilikda savol tug'iladi. Shuncha zapchastlarni bu yoqqa tiqaman, lekin ularning skladi qayerdadir bo'lishi kerak. O'sha qayerda, qanaqa sharoit qilib bera olasiz ularga? Xo'p, birinchi etajga tushamiz hozir. Xo'p. Birinchi qavatda do'konlarimizda eng kami 224 kvadrat, shuning yarmi podvol o'zini skladi bilan. Podvol bilan sotilyapti. Podvoli bilan sotiladi. 2-3 fura narsa kirib ketadigan do'konlarimiz bor. Yum ko'rsataman. Bitta ko'rsating shuni, aka. Aka, bu podvolli patologiya namchi baland bu? Necha bu metr? Podvolimizning balandligi 370. Tepacha. Birinchi etajimizni eng baland etajimizni 460. Demak, eskalamda katta ekanda. Ha, boya aytganimdek, spesialni baland qilganmiz. O'sha 2-3 fura bemalol stelaj qilib kirib ketadigan qilib hammasini shunaqa mo'ljallaganmiz. Qarang, hozir mana bu yerdagi molni qabul qilsa, bu yoqdan kiradimi yo podvolda alohida kiradigan joy bormi? Yo'q, primoy shu yerdan olib kirib ketadi. Lekin kunduz kuni ruxsat bermaymiz. Mana bu bardak bo'lib ketmasligi kerak, to'g'rimi? Ketmasligi uchun stayanka bu. Primoy shuni stayankadan olib, shuni olib kirib ketar ekan, mahsulotlarini. Ketadi, dam oladi. Zo'r. Xo'p, aka, bir nimadir yana bir qo'shimcha aksiyalar bormi sizda? Aksiyalarimiz bor. Yuring tushuntiraman aksiyalarimiz qanaqa bo'lishini. Xo'p, Anvar aka, aksiya deyotdingiz. Nima aksiya? Xo'p, hozir Sergeli, Farhadskiy, Yunusobod bozorlarida kupon tarqatilyapti. Har bitta do'kon egalariga kupon berib kelganmiz. Do'kon egalari shu savdo qilayotgan odamlarga beradi kuponni. Kupon bilan bizning sotuv ofisimizga kelsa, 100 million so'mdan boshlab skidka beramiz.
Yana uning ustiga kimni nomidan kelsa, qaysi sotuvchi nomidan kelsa, cashback beryapmiz u sotuvchilarga. 3 million so'mdan har bitta odam kelganda 3 million so'mdan cashback beramiz. Deylik, meni pulim bor. Shu yerda men do'kon oldim, lekin meni aqlim yetmaydi, arendaga berish, shunga o'xshagan balo-battar, ani svet to'g'risi boshim xotirim kelmayapti. Shuni sotmoqchiman-da, arendaga bersan deb boshim ishlasak xotirmasam, men arendaga oladigan odamlarni qayerdan topaman? Uni ham o'ylaganmiz. Bunaqa odamlarimiz uchun, investorlarimiz uchun qulaylik yaratib berganmiz. Anorxum kompaniyasi butun hamma savdo markazini o'zi upravlять qiladi va shu arendaga topshiriladigan do'konlarni o'zi arendaga topshiradi, o'zi svetiga qaraydi, o'zi suvga qaraydi, shumiga qaraydi har oylik. Hammasini o'zi boshqaradi Anorxum. Undan tashqari do'kon olmoqchi bo'lganlarga boshida ikkilanayotgan bo'lsa, kelsin, bemalol 3 oygami, 6 oygami arendaga beramiz, ishlatib ko'rsin. Qanaqa savdo bo'ladi, odamlar keladimi, kelmaydimi? Arendaga kelgandan keyin zo'r bo'ldi, hammasi menga yoqdi desa, keyin bemalol oldi-sotdi shartnoma qilaveramiz. Har bitta do'konimizda o'zining alohida kadastri bo'ladi. Dokumentlar bilan berar ekansiz. Hammasi dokumenti. Biza bozor emasmiz, biz savdo markazimiz. Xullas, men tushunishim bo'yicha pulni tikaman, do'konni olaman, bo'ldi, boshqa narsaga aralashmayman, arendaga beraman, arendadan pulni olib yotiraman. Yoki xohlasam, o'zim shu yerda do'kon yurg'izaman. To'ppa-to'g'ri. Xullas akalar, bizning obunachilar, kommentariy yozib qoldiringlar. Bizga shunaqa savdo markazi kerakmi? Payti keldimi? Juda tezlashib ketmayapmizmi? Yo hali xohlaymi? Albatta kommentariy qoldiringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana sotuv bo'limi. Mana Sergeli mashina bozor, yo'li narigi betida. Shuni ichkariga kirasizlar. Shuni ichkariga kirganingizda hamma ishlayapti, o'zining ishini bilib qo'yapti. Proyektni ko'rasizlar, joy tanlaysizlar va shu yerda muzokaraga kirishasizlar. Men pastda telefon nomer, hamma kontaktlarni yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.